Salom bo'lsin, gul ochilib bo'ston bo'lsin. Sizdek aziz obunachilarga yana bir bor salom bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 4-5 kundan beri istoriya qo'ymayapman. Rahmat, ko'pchilik yozibdi. Nimaga qo'ymayapsiz? Birovdan tayoq yedingizmi? Nima bo'ldi? Ayting, boraman, suyib tashlayman, qirpichoq qilib tashlayman dedi. Hammasi joy-joyida mani. Achkilarimni yechaman, chog'im ko'karmagan, ko'zim qizarmagan. Samarqandga ketdim qishloqqa 4-5 kunga. O'shaning uchun istoriyalar qo'ymadim. Xullas, bizaga Zikr 007 kerak, qora rangda 2 ta matolik Smart eng full kerak. Eng full bo'lmasa ham bizda popsiyaligi bo'lsa ham bo'laveradi. Qora rang salonining rangini farqi yo'q. Agar bo'lsa aloqaga chiqinglar, tayyor klient bor. Oldi berda qo'ramiz, sirazi uslubimizga olamiz, bo'ldi, hech qanaqa o'yin bo'lmaydi. Faqat narxi qimmat bo'lib ketmasin akalar. Narxi o'rtacha bo'lsin, yana arzon bo'lsin ham demaymiz, chunki arzon bo'lsa baribir chiqmaysizlar aloqaga, bilaman, yaxshiroq narxda sotish xohlaysizlar, lekin narx-navomizni bilamiz, sizlar ham bilasizlar biz narx-navo bilishimizni. O'shaning uchun direktga yozinglar, o'tkazib yuboramiz, oldi berda qo'ramiz, sotmoqchi bu